Qizlar, bilasizlarmi nimaga yuzlaringizga allambalo toshmalar, prishlar chiqadi? Chunki makiyajdan keyin yuzlaringizga qanaqa qilib to'g'ri uhod qilishni bilmaysizlar. Lekin men bu narsani bugun sizlarga o'rgataman. Oldinlari обычный mitilarka bilan foydalanardim, lekin u meni yuzimni quritib qo'yardi. Lekin keyin Accessway novinka mitilarka chiqarganini eshitib, srazu zakaz qildim. Bu nafaqat обычный mitilarka, bu полностью yuzlaringizni top-toza qilib, quritib bermaydi. Даже buni qaranglar, tushimni hozir olib tashladim. Mana hamma tush mana bu yoqda. Ko'zimga tushni вообще izi yo'q. Shu daraja top-toza qilib tozalaydi bu. Ko'nglimdan уже joy olib bo'ldi mana bu produkt. Bu ham Accessway'ning ikkinchi novinkasi, очищающая penka va очищающая maska. Ya'ni yuzni tozalovchi penka bilan tozalovchi maska ikkalasi birda. Endi отдельный maska, отдельный penka sotib olib o'tirmaysizlar. Ikkitasini mana bu bitta banочkaga sig'dirishgan. Buni qaranglar. Men buni ishlatib ko'rdim. Aytayapman-ku, sizlarga savet berishdan oldin ishlatib ko'raman men bularning hammasini. Shunaqa sevdim buni do'stlar. Lekin bunaqa maska hali ko'rganim yo'q. O'zi buni effektini ko'rsataman sizlarga. Surtilishini o'zi как masvaday yotadi yuzlaringizga. Buni bitta ovozini eshitinglar. Yuzga zo'r buni yuvib tashlaganlaringizdan keyin yuzlaringiz gladki, chaqaloqning yuzidaqa bo'ladi. Bu maska yuzingizni poralarigacha, ichigacha tozalab beradi. Buni 3-4 minut qo'yasizlar, yuvib tashlaysizlar. Maskamizni полностью yuvib tashlaymiz va faqat suxoy salfetka bilan yuzingizni arting. Toner ishlataman, PDRN toner. Xohlasangiz, ana sepaydigan tonerni ishlatsangiz ham zo'r. Endi men yuzim ozgina quruq, shuning uchun men buni ishlataman обязательно. Toner yuzimizga qurigandan keyin namlantiruvchi krem surtaman. Menda Accessway'niki. Siz yuzingizga to'g'ri keladiganini использовать qilishlaringiz mumkin, lekin bu menga juda ham zo'r yordam berdi. Такой легкий, yuzim maza qiladi. Bu Accessway'ning novinkalari просто ko'nglimdan joy oldi. Yuzim shunaqa mягкий, chaqaloqni yuzday bo'ldi. Yuzim maza qildi реально. Так что sizlarga savet beraman, особенно mana bu maskani. Hidlari ham просто one love. Так что обязательно olib ko'ringlar, bulardan ishlatib ko'ringlar. Yomon narsani sizlarga tavsiya bermayman. Originali Accessway'ning o'zida bo'ladi. Akkauntni pastda qoldiraman. Hammalaringizga yaxshi ko'raman.